Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Tiko. Bugungi videoda bizni Buldrop saytidan Telegramdagi botlardan promo kod olib, shularni Buldropda open case qilib qo'yamiz. Ya'ni lutchi promo kodimiz bor. Mana shuni olib qo'ydik. Sizlar uchun kichkina shunaqa open case qilib ko'ramiz. Agar qimmatroq skill ochsa, akkauntimizga UC olib open case ham qilishimiz mumkin. Undan oldin esa bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz hali 1K bo'lganimiz yo'q. Shuning uchun podpishkada bo'lib turing. Biz shunaqa qiziqarli video chiqarishda davom etamiz. Xonanda go. Do'stlar, ba'zilar bu o'sha promo kod beradigan botni topa olishmayotgan ekan. Mana shu bizning Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar, o'sha yerda botni silkasini tashlab qo'yganman. Yerdan kirib olishinglar mumkin. Mana bu silkani ustiga bosasizlar va bosganingizdan keyin start bosganingizdan keyin mana bu пригласитga bosasizlar va bu yerda bergan referalni nusxalab olib boshqa do'stinglarga, tanishlarga jo'natib, o'sha yerdan odam qo'shib olasizlar va magazin bo'limiga o'tib, mana o'zi men cheaterga yig'nayapman. Shu cheaterni bosaman, mana 18 ta referal deb turibdi. Menda 6 ta. Nima uchun desa, menda yetmayapti. Mana shuni bossanglar sizga promo kod beradi va shunday Buldropga kirib tashlab yuboramiz. Qani go do'stlar, unda biz Buldrop saytiga o'tib oldik. Hozir biz olgan promo kodni kiritmasdan oldin sizlar promo kod topolmay yurgan bo'lishingiz mumkin. Uning uchun sizlar depozit qilishga to'g'ri keladi. Va sizlar depozit qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerga masalan 50 ming depozit qilmoqchi bo'lsangiz, sizga 360 ming shunaqa miqdorda beradi. Lekin polka promo kodini kiritsanglar, sizga 20% chegirma qo'shib beradi. Qanunda bizga ketdik, o'sha promo kodni yozib olamiz. Promo kodni olgandan keyin mana promo kod joyiga bosamiz. Misol internet xo'totda kirib, mana shu promo kodni kiritib yuboramiz. Va bu yerda mana temniy materiya degan keysimizni bepulga ochib olamiz. Va hozir biz o'sha keysni topib olamiz. O'sha keysni mana topib oldim do'stlar. Mana bu yerda 0 deb turibdi. O'tgan safar ham shuni ochuvdik, lekin hech narsa tushmadi va bu yerda 2700, 2600 har xil mifiklar bor. Agar tushib qolsa, akkauntga solardik. Qonunda biz propusk bilan bosib ko'ramizmi do'stlar? Ayyo, propusk lekin normas, lekin qanaqa ketdi emas. Eng kam 90 tushib qoldimi? Voy, 120 taligini. Yo'q, 44 tablet. Qanday bu? Buning sababi biz to'g'ri taktika qilmaganimizda. Shuncha promo kodi odam qo'shuvdimi? Hammasi kuyib ketdimi do'stlar? Ko'rdinglarmi, bu saytga depozit qilib yurmanglar, faqat shu o'sha promo koddan ishlasanglar bo'ladi. Endi do'stlar, hammasini tushunib olganlar bo'lsa, Buldrop sayti haqida gaplashib o'tamiz. Sizlar ko'rayotgan o'sha Buldrop saytida ozgina summa olib katta yuslar olayotgan Javohir Boom, Ali ko'ryapsizlar. Bu qanaqa olyapti? Masalan, hozir shu Javohir Boomni aytsa 200 ming, 300 ming olib 30 ming yusigacha yusi ishlab ketyapti. Bu qanday bo'ladi? Buni sababini hozir sizga tushuntirib o'taman. Va Buldropni o'zini partnyor degan boti bor Telegramda. O'sha yerga bu streamerlarimiz yozgan, ya'ni Buldrop bilan hamkor bo'lsanglar, o'sha sizga shaxsiy 20% chegirma deb beradi-yu, ana shuni beradi sizga Buldrop. Ya'ni siz xohlagan paytda Buldropdan sovg'alar, ya'ni reklama qilib berganingiz uchun mana shu botda sizlarga pul yoki boshqa narsalar berishi mumkin. Va shuning uchun mana shu streamerlar shunaqa katta yuslar chiqaryapti. Bu qanday bo'ladi? Mana bu bizga reklama qilayotgan 20% chegirma promo kodini biz kiritamiz va shu promo kodni kiritganimiz uchun
o'sha odamga shansi ko'payadi, ya'ni bu dropda shansi oshadi, katta skilllar tushadi. Shuning uchun ular katta yuza chiqarmoqda. Bizi pul so'ganimizda esa hech balo ololmaymiz. Nima uchun desa, biz pul drop bilan homiy bo'lmaganmiz. Masalan, aytayotganim mumkin, qanday bunga hamkorlik qilinadi deb so'rayotganlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Pul drop bilan hamkorlik qilish uchun o'sha boya ko'rsatgan partnyor, pul drop partnyor botga yozasizlar va uni sizga shartlar beradi. Va bu shartlarni hozir men sizga bitta aytaman. Va birinchidan, sizlar ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan inson bo'lishingiz kerak. Masalan, YouTube'ni oladigan bo'lsak, sizlar YouTube'da kamida 2000 ta obunachingiz bo'lishi kerak. Men 2000 ta obunachim yo'q, lekin prosmotrlarim ko'p deyotganlar uchun agar obunachingiz kam bo'lib turib, har videosi 5000 dan ko'proq prosmotr olayotgan bo'lsa, unda ham qilsa bo'ladi. Endi Telegramga keladigan bo'lsak, Telegramda qo'yayotgan postlaringiz kamida 10,000 prosmotr olishi kerak. Obunachingizga qaramaydi, prosta postlaringiz 10,000 da jonli 10,000 prosmotr yig'ayotgan bo'lsa, siz pul drop bilan hamkor qila olasiz. Shuning uchun YouTube'da kontentni boshlanglar bolalar. Nima uchun desa, sizlar har videosi 5000 ta prosmotr bo'lsa, pul drop bilan bemalol hamkorlik qila olasiz. Va pul drop siz xohlagan paytda promo kod, xohlagan paytda reklama qilib berganingiz uchun pul ham to'laydi. Shuning uchun biz YouTube kanalimizni yuritmoqdamiz do'stlar. Shuning uchun bizning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Biz ham yaqinda 1,5K bo'lsa, pul drop bilan hamkorlik qilishni boshlaymiz do'stlar. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda do'stlar. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz ham sizga o'sha pul drop bilan hamkorlik qilganimizni ham YouTube'ga chiqarishimiz mumkin. Buning uchun biz ham Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'ying. YouTube ham qolib ketmasin do'stlar. Xayr.